Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Parvardigorimiz Alloh taologa hamd, sanolarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Olib borayotgan dunyoviy ishlarimizni, oxirat ishlarimizni Alloh taolo hammamizga bildirib, bildirmasdan berayotgan ne'matlarini shukronasi bo'lishligini, Allohning ne'matlarini qadrlashligimizni Alloh nasib etsin. Shukr qiluvchi bandalarga beriladigan imtiyoz, rahmatlarini, barakotlarini, mag'firatlarini haqiqiy egalari bo'lishimizni Alloh taolo hammalarimizga to qiyomat keladigan farzandlarimiz, zurriyotlarimiz, hamma yaqinlarimizga nasib etishligini sidqi dildan so'rab qolamiz. Eng samimiy, qalbimizdagi eng o'zimizga yoqadigan, aytganimizda vujudimizga xursandchilik hosil bo'ladigan, aytganimizda ko'zlarimizga nur yuguradigan, qalbimizga shodlik keladigan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salomlarimiz, salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo o'zini huzuridagi muattar bo'lgan, mukammal bo'lgan, o'zi rozi bo'ladigan salom va salovatlar bilan payg'ambarimiz ruhlarini Alloh shod etib, har ikki olamda biz uchun ulug' ne'mat bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shafoatlariga loyiq ummatlardan bo'lishimizni Alloh taolo hammalarimizga, farzand zurriyotlarimiz, to qiyomat keladigan zurriyotlarimizga, ahliyalarimiz, yer yuzidagi barcha tillari kalimalik Allohni mo'min bandalariga nasib etishligini Alloh taolo o'zini fazli, inoyati bilan nasib etsin. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tavallud topgan oylarga ham yetib keldik. Bu oy oddiy kunni sanab o'tkazishlik uchun o'tkaziladigan oylar emas. Dekabr, sentyabr, oktyabr kelib qopti degan emas. Bu Rabiul Avval oyi. Bu oy butun olamga Allohning rahmati yog'ilgan. Bu oy Allohning nuri yog'ilgan. Bu oy johiliyat davri bilan islomiyat davri, iymon davrini bir-biridan ajratib bergan oy hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bu oyda bizni O'zbekistonimizda ham alhamdulillah butun dunyoda musulmon davlatlarida siratlari o'rganiladi, tarixlari o'rganiladi. U kishining hadislari o'rganiladi. Bularning ustida olib borilgan ilmiy ishlar, ilmiy kashfiyotlar keltiriladi. Yoshlarning o'rtasida bilimlarni sinashlik uchun turli musobaqalar, tantanalar o'tkaziladiki, bularning hammasida muhtaram payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ulug'lashlik, ehtirom qilishlik, u kishiga bo'lgan muhabbatimizni, u kishiga bo'lgan qalbimizdagi bog'liqligimizni ifodalashlikni, bog'liqligimizni ko'rsatishlikni imkoniyatlari bo'ladi. Boshqa oylarda ham o'ziga xos ravishda harakat qilamiz, lekin bu oy, Rabiul Avval oyi butun dunyo bo'yicha hamma olimlar va tolibi ilmlar, xonadonda o'g'il qizlari bilan dars o'qiydigan zotlar uchun alohida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlangan oy hisoblanar ekan. Ilm oyi, ma'rifat oyi, sirat oyi deb alohida bu oyga nom qo'ysak mubolag'a bo'lmaydi. Shunga yarasha harakat qilib
farzand zurriyotlarimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak tug'ilgan oylariga bir e'tibor bilan qarashlik, payg'ambarimizni sunnatlarini o'rganishga qaratishlik, qulpidillarni ochishga harakat qilishligimiz mana shu oyni bahonasi bilan bo'lib qolsa ajab emas. Ko'pgina voqealar mana bu muborak oyda sodir bo'lganligini keltiradilar. Arab xalqlaridan bir toifa xalq bayramlarida, to'y hashamida bo'lsin, boshqa bayramlarida bo'lsin, miltiq bilan o'q otishar ekan yuqoriga. Shu o'q otishlik bilan o'zlarini bir xursandchiliklarini, sadoqatlarini, muhabbatlarini izhor qilar ekanlar. Bir bolaga shu o'q daydib kelib tegib qoldi-yu, uni mayib qilib qo'ydi. Doktorxonaga borguncha onasi yetib kelib, doktorlar endi umid yo'q. Chunki shunaqa jarohat olganki, tuzalib ketishi amri mahol desa, o'sha paytda bayram bo'layotganligini bilgani uchun, "Ey Muhammad, mani shu go'dagimda nima ayb bor edi? Sani deb, sani bayramingni qilaman deb mani bolamdan mani judo qilishdi bular" deb bor ichidagi g'azabini, ichidagi o'sha alamini, dardini to'kib baqirib tashladi. Ko'ziga hamma yomon ko'rinib ketdi. Bir muddat o'tgandan keyin jarrohlik amaliyoti o'tkazamiz-u, buni ham qanchalik foydasi bo'ladi bilmaymiz. Jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib, bolani o'sha o'zi jonlantiradigan bo'limga olib kirib yotqizib qo'yilgan. Dam-badam kirib, bolasidan xabar olib turibdi. Alami osmonga chiqsa chiqadiki, hech bosolmayapti. Chunki yolg'iz necha yil so'rab olgan bolasi ekan, boshqa din vakili ekan u. Bolasini juda boshiga ko'tarib, asrab, avaylab, borim, yo'g'im shu bolam deb yurgan odam ekan. Yana Halidaka qattim gaplarni gapirdi. Doktorlar shoshib qolgandan keyin, yugurib qolgandan keyin bu ham nima bo'ldi ekan, bolamga bir gap bo'ldimikin deb yugurib kirib borsa, bolasi hali o'tirgan joyida, "Ey ona, nega kirdingiz? Muhammad alayhissalom bilan men gaplashib o'tiruvdim. U yaxshi odam ekan. Meni boshimni bir marta silagandi, men yaxshi bo'lib qoldim. Men tuzukman. Siz kirishingiz bilan ketib qoldilar" deb bola yig'layapti. Yig'laganda ham onasini kirganiga juda xafa bo'lib yig'layapti. Siz kirmaganingizda Muhammad alayhissalom men bilan yana o'tirgan bo'lardilar. U kishining nurli yuzlaridan mazza qilyotgandim deb haligi yosh bola qizcha bunaqa e'tirof etdi. Ba'zi ulamolarimiz bu hikoyani keltirsa, o'qni ko'ziga kirib ketganligini, ko'zini chiqazib yuborganligini aytishadi. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari kirib, uni boshidan silab qo'yganlardan keyin ko'zi ham o'zini joyiga qaytganligini keltiradilar.
Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqiqatda ham butun dunyoga, butun olamga rahmat qilib yuborilganliklarini mana shu kichkinagina bo'lib o'tgan voqea 56-yillar atrofida bo'lgan deb aytiladi. Bu voqeani o'tgan asrda Alloh Hazrat Payg'ambarimizga bo'lgan bizni muhabbatimizni yanada ziyoda bo'lishligini, mustahkam bo'lishligini o'zini fazli inoyati bilan nasib etsin. Payg'ambarimizni maqomlarini, darajatlarini Alloh kalomida, payg'ambarimizni xulqlarini Alloh kalomida ko'p o'rinda bayon qilgan. Astag'firullah va rafa'na laka zikrak. Biz sizni nomingizni baland qildik. O'zimizni nomimizga barobar qildik deb Alloh bu oyatida marhamat qiladi. Alam Nashroh surasida keladi bu oyat. Va rafa'na laka zikrak. Sizni zikringizni, sizni nomingizni ko'tardik biz, baland qildik deyapti. Qaysi joyda la ilaha illalloh deyilsa, Muhammadur Rasululloh demaguncha bu kalima to'liq bo'lmaydi. Ashhadu an la ilaha illalloh desangiz, to va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh demasangiz iymon to'liq bo'lmaydi. Azon aytayotganda ashhadu an la ilaha illalloh deganda ashhadu an la ilaha illalloh darrov ichimizda va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb qo'yamiz. Duo qilamiz. Hammasi Alloh ber, Alloh ato et, Alloh shifo ber, Alloh meni mushkulimni ko'tar, meni o'zingga yaqin qil. Duolarimiz hammasi Allohning o'zidan so'raladi. Lekin qabul bo'lishi uchun oxirida Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb Rasulullohga salovat etib qo'yishimiz kerak. Shunda duo qabul bo'ladi. Ota bola Durrun Nasoih kitobida keltiradilarki, hajga yo'lga chiqishdi. O vaqtda ot aravasi bo'lsa, tuyasi bo'lsa, shuni minib borishardi. Bo'lmagan odam sog'lig'i ko'taradigan bo'lsa, yayov yo'lga chiqardi. Ota bola yayov yo'lga chiqishdi. Cho'lda otani mazasi bo'lmay bir oz yotdilar-yu, jon taslim qildilar. Tepasida biroz o'tirib yig'lab, meni bitta o'zimni tashlab ketmayin deb dodlagani bilan, endi otamni ko'mishim kerak. Oldin qabrini tayyorlab olsam, keyin biron joydan suv topib, yuvib, kiyimlariga kafanlab janoza o'qiyman deb niyat qilib, otani yuzini bir chorsiga o'xshagan ro'mol bilan yopib, qabr ko'lashni boshladi. Shamol yuzlarini ochib yubordi otam. Yuzi juda qorayib ketgan ekan. Otamni yuzi qorayib ketibdi deb qo'rqib hushidan ketib qoldi. Shu yotgancha qancha yotdi, Alloh biladi. Bir odam ko'ziga ko'rindi shu uyqusida. Kelib otani holiga qarab, boshini chayqab, achinib, shu bir marta bo'lsa ham salovat etmagan ekan-da bu odam. Bir marta bo'lsa ham sallallohu alayhi vasallam deb qo'yganda ham
shu holatga tushmasdi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala ali sayyidina Muhammadin kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala sayyidina Muhammadin va ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovati Ibrohimiyani o'qib, Alloh o'zingni roziliging uchun shuni savobini shu odamga hadya qildi. Shuni hurmatidan Alloh o'zing bu odamga rahim qilgin, shafqat qilgin deb duo qilib o'tib ketdilar. Shu zahoti ko'zi ochilib, yana otasini yuziga qarasa, otasini rangi o'ziga qaytgan ekan. Mayyit holatda yotibdi-yu, lekin mayyit odamning yuzi qorayib ketsa, buning ma'nosi boshqa narsa bo'ladi. Og'ir narsa bo'ladi. O'zini rangiga qaytganini ko'rib, turponi kovlaganda yana salovat etib kovlab, otani o'zini ham salovat etib yuvib, kapallab, salovat bilan dafn qildi. Haj amallarini bajarar ekan, Ka'ba-i Muazzamani atrofida aylanib tavof qilar ekan, salovatdan boshqa duoni etmadi. Yonida yurgan ilm ahllaridan bor ekan, to'xtatib, birodar, bu o'rinda Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan duosi bor. Rasulullohning o'zlari yaxshi ko'rib o'qiganlar bu duoni. Men bu joyda tavhid kalimasini aytish kerak. Siz faqat salovat etyapsiz. Siz meni o'z holimga qo'ying. Men bir narsaga guvoh bo'ldimki, shuni sababidan men faqat salovat etaman. U odam to'xtagin, bizga ham ayt. Buni sababini biz ham bilaylik. Deganda boshidan o'tgan voqeani hammasini aytaverdi. Shundan beri faqat salovat etyapman. Buni eshitgandan keyin u ilm ahli olim odam ekan. Salovat hamma zikrni o'rnini bosadi. Rasulullohga aytilgan salovat hamma duoni o'rnini bosadi. Rasulullohga aytilgan salovat hamma mushkulni ko'taradi. Rasulullohga aytilgan salovat bandani nima orzulari bo'lsa hammasini amalga oshirishga yetarli bo'ladi. Rasulullohga aytilgan salovat Rasulullohning shafoatiga yetkazadi. Aytilgan salovat jannatdagi maqomlarni baland bo'lishligiga sabab bo'ladi. Salovat jannatdagi ne'matlarni, darajalarni baland bo'lishligiga, oliy bo'lishligiga sabab bo'ladi. Biz sizni salovatingizni, ya'ni salovat aytishingizni rad etmaymiz, salovat etavering deb u kishini o'z holiga qo'yishgan ekan. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni siyratlarini o'rganamiz deyapmiz. Siyratlarini o'rgansak, aytayotgan salovatimizni yana ham ixlos bilan, muhabbat bilan aytishimizga bu sabab bo'ladi. Ya Humayra, hal min shurb, uyda ichadigan narsa bormi deb kirib Oysha onamizdan so'rab qoldilar. Oysha onamizni erkalab, ikki yuzi qizilim deb erkalab Humayro deb chaqirardilar. Oysha onamiz yonboshlab yotgan ekanlar. Suv qolmagandi, boshqa ichadigan narsa ham yo'q o'yda dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
bir tovoni olib chiqib ketdilar. Kosaga o'xshagan sal chuqur idishni olib, o'zlari qo'yni sog'ib, lim-lim qilib keldilar. Humayro, qo'yni sutidan ichasanmi dedilar. Qo'yni sutini sog'ib keldim, ichasanmi? Hazrati Oysha Siddiqa onamiz Rasulullohdan iltifot bo'layotganligi uchun darrov turib bir ikki qultum ichib, mana ichdim dedilar. Qolganini payg'ambarimiz o'zlari ichib oldilar. Bu er-xotin o'rtasidagi bu odob bizada bormi? Ahli ayolimiz yotgan bo'lsa, turg'azib, choy damlatib olib kelamiz. Ish buyuramiz, o'zimiz joyda o'tirib olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyursalar bo'lardi. Bor, menga sog'ib ketsalar, Oysha onamiz yo'qdirmidi? O'zi xizmat qilish uchun tekkanlar. Ana go'zal odob. Yetimlar bilan bo'lgan munosabatlari, muloqotlari. Alloh Hazrat payg'ambarimizni maqtab va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz nihoyatda buyuk, nihoyatda azim, ulug' xulq egasisiz. Payg'ambarimizning xulqlari haqiqatda juda ulug' edi. Bizga har qancha maktab vazifasini o'taydigan xulq, butun umrimizga yetadigan, oxiratda najot topishimizga kifoya bo'ladigan xulqlari. Oysha Siddiqa onamiz roziyallohu anhodan kayfa kana xulqu Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam deb so'radilar. Rasulullohning xulqlari qanaqa edi deb so'radilar. Shunda kana xulquhul Qur'anu, Rasulullohning xulqlari Qur'on edi deb javob qildilar. Law kunta fazzan g'alizal qalb lam fazzu min havlik. Ana Alloh oyatida, agar sizni tilingiz achchiq bo'lganda, dag'al so'z bo'lganingizda, qalbi qattiq inson bo'lganingizda, lan faddu min havlik, siz atrofingizdagilar qochib ketgan bo'lardi. Siz atrofingizga yig'ilmagan bo'lardi. Biz sizni tilingizni shirin qildik. Sizni husnul xulq egasi qildik. Shuning uchun sahobalar payg'ambarimizga yaqin bo'lgan zotlar jonlarini berishga tayyor edi. Mol mulki yo'da tursin, jonim sizga fido deb turishardi. Mavludi Sharif kitoblarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning go'zal xulqlari bayon qilinib, shunda bayt keltiriladiki: "Va kana sallallohu alayhi vasallam shadidal haya'i vat tawadu." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nihoyatda hayo egalari edilar. Hayolari juda kuchli edi. Vat tavazu, kamtarin edilar. Shunda hokisor edilar. Kamtarinliklari, hokisorliklaridan Alloh va rafa'na laka zikrak, sizni zikringizni baland qildik. Sizni nomingiz bilan duolar qabul qiladigan qildik.
Sizga shundoq sharaf berdik deb Alloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni maqtab turibdi. Ju'ila qurrata ayni fi solati dillah. Mani ko'zimni quvonchi, mani ko'nglimni xotirjamligi, mani vujudimni rohat qiladigan joyi namoz dedilar. Bo'sh qoldilar, namoz o'qirdilar. Kuch-quvvatlari bor ekan, Rasululloh namoz o'qirdilar. Bu Alloh buyurgan farzlardan tashqari nafl namozlar. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, tizzalari ishib ketdi, qavarib ketdi. Qad g'afarallohu lak. Alloh gunohingizni kechirgan-ku. Buncha o'zingizni urintirasiz. Yana fasayakfikahumulloh dedi Alloh sizga. Alloh sizga kifoya bo'ladi. Dushmanlaringiz ustidan ham deb turibdi. Siz uchun Alloh jannatlarini va'da berib turibdi. Nega o'zingizni qiynaysiz? Rahmlari keldi-da. Rasululloh nima dedilar? Alastu bi abdin shakiran. Allohga shuncha ne'matlar berib qo'yganiga, shuncha maqom darajalarni berganiga shukr qiluvchi bo'lmaymi? Shukr qiluvchi banda bo'ling deman. Hayolari to'g'risida yana Oysha onamizdan rivoyat. Xonamda o'tirgan edim. Tashqarida Rasulullohga bir ayol ro'para bo'lib, "Ey Allohning rasuli, Allohning shariatida sharm yo'q-a?" "Yo'q, sharm yo'q. So'rayver, nima so'raysan?" "Men qanaqa qilib g'usl qilay?" "Suv quyib, yaxshilab yuvinasan." Uni bildim. Yana qanaqa qilib ali nozik joyimni qanaqa qilib yuvaman? O'shanga bir tartib bormi? Yuvinasan dedilar. Yuzlarini chetga olib qochdilar. U ayol yana qattim turibdi. "Sharm yo'q-ku. Tushuntirib bering menga. Men bilish uchun keldim." Oysha onamiz ichkaridan turib, "Qo'y. Rasulullohni o'zini holiga qo'y." baqiryapti. U ayol, "Yo'q, men Rasulullohdan so'rayman." Payg'ambarimiz uyalib chetga qarab, "Yuvinasan, yaxshilab yuvinasan" dedilar. Oysha onamiz keyin ichkaridan yugurib chiqib, u ayolni tortib ichkariga olib kirib ketib, uni keyin tushuntirdim dedilar. Bir farzandlar otasiga yo onasiga o'xshashligi to'g'risida gap bo'lib qoldi. Qanaqa qilib bu narsa sodir bo'ladi desa, Rasulullohning yuzlari uyalgandan qizarib ketdi. Jahllari chiqqandan emas, uyalgandan. Hozir biza yoshlarimiz ayniqsa nima bo'lyapti? Rasulullohning hayolari sizlarga kerak emasmi? Telefoningizni ochib qarasa, otangizni oldida o'tira olmaysiz. Agar otangiz ham shunaqa shilta bo'lmasa, to'g'ri tarbiya beradigan otani oldida u telefondagi narsa bilan bo'lmaydi o'tirib. Yer yorilsin, yerga kirib ketay deysiz. O'shani ko'rmang. Otani oldida uyalar ekansiz, ertaga qiyomat kuni Rasulullohning oldilarida, Allohning oldida uyalmaysizmi? Hattoki
zehn pasayadigan narsalarni zikr qilinar ekan, zehnni pasaytiradigan, esdan chiqib qoladigan holatni ko'paytiradigan narsalarni zikr qilinar ekan, o'zini va boshqalarni avratiga qarash degan joyini zikr qiladilar. Endi yoshi ulug'likka borganda zehni pasayib ketgan bo'lsa, uni malomat qilish uchun aytilmayapti bu. Yoshligida zehni pasli bo'ladi, o'shalarga o'zini isloh qilib olsa, o'zini to'g'rilab olsa, taqvo yo'liga kirsa, zehni ochilib ketadi albatta. Bu ogohlantirish, bu zajr qilish, bu o'zini qaytarish. Yarqa'u thawbahu, Rasululloh kiyimlariga o'zlari yamoq solardilar. Biz tugma taqib berish uchun ham ayolimizga buyuramiz. Nina ushashni bilmaydi ko'pchilik erkaklar. Mayli, erkakning vazifasi demasa ham mayli, lekin shu oddiy ishni ham hammasini buyurilmas ekan. Rasululloh o'zlari kiyimlariga yamoq solar ekanlar. Oyoq kiyimlarini o'zlari tikib olar ekanlar. Va yasiru fi xidmati ahlihi bi siratin sariyya. Ahli ayollarning xizmatida yelib, yugurib, jon dildan xizmat qilardilar. Takabburli bilan, manmanlik bilan emas, jon dili bilan rohatlanib. Onalarimiz bir-birlari bilan shuning uchun talashardi. Bir-birlari meni yaxshi ko'radilar, meni ko'proq yaxshi ko'radilar deb bir-birlari bilan talashardi. Vaholanki hammalariga bir xilda muomalada, munosabatda bo'lganlar Rasululloh. Yajlisu bil fuqaroi wal masakin. Miskinlar, faqirlar bilan birga yurardilar. Ular bilan o'tirardilar. Ularning holidan xabar olardilar. Kasalini ziyorat qilardilar. Kambag'al odam bemorligini eshitsak, duo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lib qoldi hozir. Hozir duo qilib qo'ysak ham katta gap. Qarindoshimiz bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa, ikkita non ko'tarib yo biron bir yegulik ko'tarib borilmaydi. Rasululloh ummatlariga ibrat bo'lib, o'zlari bemorlarni ziyorat qilganlar. Iymon keltirgan 9 yoshli Yahudi bolani ziyorat qilganlari mashhur. Kirganlarida onalari bezgi kasal bo'lib qolgan ekan. Bir terlatib, titratib bezgi kasal, keyin qo'yib yuboradi. Qo'yib yuborganda odamning kuch-quvvati qolmas ekan. So'layib qolar ekan. Bola o'shanaqa titrab, qaqshab, issig'i chiqib, qiynalib turibdi. Onalari tokchaga o'sha vaqtda aroni har xil idishlarda solib qo'yilar ekan. Kuchlirog'i, mundarog'i qilib, mana shu aro bilan butun badanini ishqalab o'rab qo'ysam, bolam tuzalarmikin, yo Rasululloh deganda, Rasululloh Alloh harom qilgan narsada shifo yo'q dedilar. Uni qilmang. Muborak qo'llarini boshiga qo'yganda bola yaxshi bo'lib qoldi. Ana shundoq Rasululloh o'zlari borib ziyorat qilardilar. Hol ahvol so'rardilar. Janozalarda o'zlari qatnashardilar. Aynan o'sha g'ariblarni, miskinlarni janozalarda qatnashib, yuvib, pokiza qilib, kafanlab, oxirgi safarga o'zlari kuzatib qo'yardilar.
Rasulullohning sifatlaridan, odoblari, axloqlaridan, xulqlaridan Alloh hammalarimizga nasiba bersin. Bugun 23 nafar xatmi Qur'onlarimiz bor. Duo so'raganlar bor. Bemorlarning haqlariga telefon orqali, Telegram orqali nomlarini bildirishdi. Yana ikkita chaqaloq bor ekan, yuraklari kamchilik bilan tug'ilgan ekan. Hozir shu bolalarni, chaqaloqlarni yuragini operatsiya qilishga olib kirib ketishayotgan ekan. Allohim shifosini bersin. Doktorlarni bu muolajasini em qilsin deb so'raymiz. Farzand talablar bor ekan. Operatsiya bo'layotgan odamlarimiz bor ekan, namozxonlarimizdan. Yana o'qishga kirayotgan yigitchalarimiz yana duo so'rab turishibdi. Shularni hammalarini haqlariga inshaalloh namozimizni so'ngida duo qilamiz.